Implantatsiya og'riqlimi? Men sizlarga hozir qisqa qilib implantatsiya jarayonida og'riq bo'ladi, bo'lmaslik jarayonlarini qisqa qilib tushuntirib beraman. Implantatsiya vaqtida og'riqlar bo'lmaydi, chunki mahalliy anesteziya, ya'ni mahalliy og'riqsizlantirish natijasida hech qanaqa og'riqlarni sezmaysiz. Faqatgina o'sha vibratsiyani sezishingiz mumkin yoki bo'lmasa har xil noqulaylikni sezishingiz mumkin. Bu individual holatga bog'liq bo'ladi. Implantatsiyadan 24-72 soat o'tgandan keyin shish berishligi mumkin, ko'karish va implantatsiya joyida og'riqlar bo'lishligi mumkin. Shifokoringizning yozib bergan og'riq qoldiruvchi dorilari bilan og'riqlar butunlay qoladi. Shish, ko'karish yoki bo'lmasa qon ketishi 3 kundan ortiq davom etadigan bo'lsa, unda zudlik bilan shifokoringizga murojaat qilishingiz kerak. Og'riqni kamaytiradigan 3 ta narsa bor. Birinchisi bu shifokorning implantatsiya jarayonini to'g'ri rejalashtirishi va sizda o'sha implantatsiya jarayonidan keyin og'iz gigiyenik holatiga va shifokoringizning yozib bergan retseptiga muvofiq o'sha dorilarni o'z vaqtida olishligingiz. Va uchinchisi ko'rikka o'z vaqtida kelishlik. Agar siz implant haqida o'ylab yurgan bo'lsangiz, kommentariyada plyus belgisini qoldiring. Biz siz bilan bog'lanamiz va siz uchun kerak bo'ladigan, sizni o'zingiz uchun kerak bo'ladigan individual diagnostik rejani tuzib beramiz.